Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan bugun 7-sinf O'zbekiston tarixi 7-mavzusi 6-7 asrlarda madaniy hayot degan mavzu bilan tanishamiz. Madaniy hayot mavzusida biz o'sha davrdagi, ya'ni 6-7 asrda yozuvlar, diniy e'tiqodlar, san'at, musiqa, shaharsozlik, shu kabi tushunchalar bilan batafsil tanishib chiqamiz. Keling ilk o'rta asrlarda mavjud bo'lgan yozuvlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lsak. Aynan ushbu davrda Sug'd, Xorazm, Toxariston aholisining alohida yozuvlari bo'lgan. Sug'd va Xorazm yozuvlari biz bilgan G'arbiy Osiyoda paydo bo'lgan oromiy yozuv asosida shakllangan va xalqlar o'sha vaqtda shundan foydalanishgan. Bundan tashqari Toxar yozuvi ham bo'lgan. U Baqtra yozuvi asosida shakllangan 25 ta harfdan iborat bo'lgan. Yozuvlarda asosan xatlar, hujjatlar va axborotlar yozilgan. Yozuvlar charmga, yog'ochga va sopolga yozilgan. Kamdan kam holatlarda qog'ozga yozilgan. Sabab qog'oz juda qimmat bo'lgan. Ushbu bitiklar devorlarga ham yozilgan ma'lumotlar tarixchilar tomonidan topib o'rganilgan. U yerda turli xil kirim-chiqimlar, huquqiy shartnomalar, astronomik hujjatlar, tarixiy yodnomalar yozilganligini ma'lumotlarda ko'rishimiz mumkin. Sug'd yozuvi namunalari Panjikendagi Mux qal'asidan, Sharqiy Turkistonning Turfan shahridan, Samarqandning qadimiy havas Afrosiydan topib o'rganligini bunga yaqqol dalil bo'lib xizmat qiladi. Aynan manbalarda Sug'd bolalari haqida qiziq bir ma'lumot ham aytib o'tilgan. Keyin shuni ham bir eslab qo'yamiz. Sug'dda o'g'il bolalar 5 yoshdan yozuv hisobga o'rgatilganligi, 20 yoshdan savdogarlik ishlaridan shug'ullana boshlagani haqida ma'lumotlar keltiriladi. O'sha davrning mashhur yozuvlaridan biri Turkiyurun, ko'k turk yozuvi ham bo'lgan. Bu 38-40 harfdan iborat bo'lgan. U Kultegin, Bilga Xoqon bitiklari deb ham yuritiladi. Ushbu yozuv Oltoy va Sharqiy Turkistondan tashqari Yetsu, Farg'ona, Zarafshon hududlaridan topib o'rgangan. Ushbu yozuv qabr toshlarga, sopol, metal buyumlar, yog'ochlarga o'yib yozishga juda ham ma'qul bo'lgan va aynan shulardan uning yozilganligi namunalari topib o'rganilgan. İlk o'rta asrlarda bizning xalqimiz Sug'd, Xorazm, Toxar, Turkiy-Run yozuvlaridan foydalanganliklari manbalarda berib o'tilgan. İlk o'rta asrda diniy e'tiqodlar haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lsak, aynan ushbu davrda 6-7 asrda O'rta Osiyo aholisi Zardushtiylik, Buddaviylik, Nasroniylik, Moniylik, Qam, ya'ni Shomoniylik kabi dinlarga e'tiqod qilgan. Aholining ko'pchilik qismi Zardushtiylik diniga e'tiqod qilgan. Bundan tashqari bizning yurtimizga Toxariston aholisi Budda diniga e'tiqod qilgan va Toxariston Markaziy Osiyoda Budda va Moniylik dinlarining tarqalishida muhim ahamiyat kasb etgan. O'rta Osiyo xalqlarining ma'naviy hayotida Moniylik dini ham keng tarqalgan. Ushbu din ikkita qarama-qarshi yaratuvchi kuch, yorug'lik, ezgulik, zulmat, yovuzlik haqida tushunchalarni ilgari suradi. Ushbu dinda ibodat, ro'za, sadaqa Moniylik dini arkon, ya'ni asosiy bajariladigan shakli sifatida e'tirof etiladi. Ya'ni arkon deganda dinning eng muhim vazifalari haqida e'tirof etiladi. 3 ta muhim vazifasi borligi e'tirof etiladi. Bundan tashqari yurtimizda Nasroniy dini ham bo'lgan, hatto Urgut tumani Sug'dda, balki O'rta Osiyoda Nasroniy dini markazi bo'lib xizmat qilgan. Turk xalqining Chorodor aholisi davrida Qamyek, Shomonlik dini tarqaladi. Ushbu dinning mazmuni jon va ruhlarga, ota-bola ruhiga sig'inish e'tiqodini insonda tarbiyalaydi. Ular yakka xudolik dini bo'lib xizmat qilgan. Aynan bu ularda bir noodatiy odat turi bo'lgan. Ular asosan ko'k tangri sharafiga qurbonlik qilib, qora qashqa ot so'yish odatlari ham bo'lganligi manbalarda ko'rinadi. Zardushtiylik dini keng tarqalgan dinlardan biri bo'lgan. Bu haqida kamroq ma'lumot aytdik. Sabab bu mavzu haqida, Zardushtiylik dini haqida batafsil ma'lumotga egamiz. Chunki buni 6-sinf tarix kitobida ham ko'rib o'rganganmiz. Kelinglar sizlar bilan endi shaharsozlik masalasida suhbatlashamiz. Shaharsozlik 6-7 asrlarda aholi juda keng maydonlarni egallab, ushbu hududlarda moslashib joylasha boshladi va sekin-asta o'zlarini himoya qilish uchun shaharlarni qura boshlashgan. Bilamiz, shaharlar o'sha paytda 3 qismga bo'lingan edi. Ko'handis, Shahriston, Rabot kabi 3 qismga bo'lingan. Shaharlarning asosiy qismi maydoni juda kichik bo'lgan. Ularda asosan boy tabaqasi istiqomat qilgan va taxminan o'rtacha 15 gektardan boshlangan. Buxoro va Poyken shaharlar taxminan 20 gektar atrofida bo'lgan. Eng yirik shahar Samarqand bo'lgan. U 200 gektar maydonni egallagani haqida
manbalarda ma'lumotlar mavjud. Shahriston qurilishi haqida Afrosiyob, Varaqsha, Panjikent shaharlarida arxeologik tadqiqotlar davrida o'rganilgan arxeologlar tomonidan. O'sha paytda asosan qurilish ashyosi paxsa va xomush bo'lgan va shaharlarda albatta mudofaa devorlar bilan o'ralgan bo'lgan, mudofaa devorlarining atrofi xandaklar bilan o'ralgan bo'lgan va shaharning burchaklarida baland burjlar bo'lgan. Ya'ni uzoq masofadan kelgan dushmanlarni ko'rib turish uchun va dushmanlarga qarshilik qilish uchun shunday shaklda qurilganligini ko'rishimiz mumkin. Ilk o'rta asrlarda san'at ham yuksak darajada rivojlangan. Ayniqsa rassomlik, haykaltaroshlik yuksak darajada rivojlanganini ko'rishimiz mumkin. Bu Surxon vohasidagi Bolaliktepa, Zarafshon vodiysidagi Panjikent, Varaqsha, Afrosiyob, Farg'ona va Quva xarobadan topib o'rgan yodgorliklar buning yorqin dalili bo'lishi mumkin. Haykaltaroshlik rivojiga albatta Budda dini ta'sir qilgan. Buni isbot sifatida Quvadan yoki Qo'rg'ontepa yaqinidagi Ajinatepadan topilgan haykallar buning yorqin dalili bo'la oladi. Ayniqsa Ajinatepadan topilgan haykal tahsinga sazovor. Sabab haykalning balandligi 12 metrni tashkil qilgan. Ganchkorlik sohasi ham o'sha paytlarda yuksak darajada rivojlangan. Buning yorqin namunasi Varaqchadan topilgan, o'rganilgan namunada ko'rishimiz mumkin. Hatto bu yerdan topilgan Humo qushi tasviri tahsinga sazovor. Aynan o'sha davrda san'at yana bir tarmog'i, musiqa san'ati ham yuksak darajada rivojlanganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni O'rta Osiyoda musiqa, raqs, qo'shiqchilik, qiziqchilik, dorbozlik kabi sohalar ham yuksak darajada rivojlanganini ko'rishimiz mumkin. Buxoro o'z qiziqchilari bilan, Samarqand naychilari bilan, Toshkent raqqos yigit va raqqosa qizlar bilan mashhur bo'lgan. Choch raqsi hattoki Xitoy ayollarini ham o'ziga jalb qilgan haqida ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Buxoro shahri ustalari hunarmandchilikda cholg'u asbobining 10 dan ortiq turlarini yaratganligi musiqa san'atiga, umuman san'atga bo'lgan e'tibor yuksak darajada rivojlanganini ko'rishimiz mumkin. Umuman siz bilan bugun 6-7 asrlarda madaniy hayot haqida qisqacha ma'lumotlarga ega bo'ldik. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mavzuda ko'rishguncha xayr.